Sizlar ham yoshliginglardagi uylarda meva turib, lekin ko'chadan o'g'irlab yeyish, baribir boshqacha mazasi bo'ladimi? Men bitta oshnam bor, emas. Erta bahor qulpina sezonidan boshlab shu namata hurmo sezonigacha ko'chadan narsa yeb yurardi. Ishonasizlarmi? Haligi g'o'ra bo'ladi-yu, bilasizlarmi? Dovcha deb qo'yadi, o'riydi, pishmagan versiyasi. Xuddi ashi g'o'ra qilinadigan joy bo'lardi, ashiga tushardi dedi. Haligi joyda it o'lardi. It ahranani ham quvlardi haligi joyda. Ammo biz tutsak, bolalar sizlar endi tanish o'pa oldinglar, bir ikki dona tushinglar, kendinglar so'rayat boshqaran o'pa deb kutib turardi. Biz yindamasdi haligi it. Haligi joyda egasi ishonasizlarmi, o'ri degan meva borligini sezmasdi. Chunki u o'ri yo'yguncha biz g'o'ra holatda pachag'ini chiqarib yuborardik haligi joyda. Undan keyin uzum sezon boshlab maktabdan qaytib uzum o'g'irlardik. Haligi bola shunaqa bir opitni ishonasizlarmi, bir sakraganda bitta qo'lida bir yashik uzum uzgan odamni ko'rganmisizlar? Uzum hap bo'lib ketgandan keyingiliga meva qilmay qo'yar edi. Ishonasizlarmi, farqi yo'q edi haligi bola. Oxirida meva tugab qolsa terakka ham chiqib yoradigan bola bor edi.